Tunisliklar iqtisodiy inqiroz va siyosiy hibslar fonida namoyishga chiqdi. Tunisliklar iqtisodiy inqiroz va siyosiy hibsga olishlar fonida namoyishga chiqdi. Yuzlab tunisliklar iqtisodiy inqiroz kuchayib borayotganini va ularning fikricha, muxolifatga qarshi tazyiq kuchayib borayotganini qoralash uchun poytaxt bo'ylab yurish qildi. Prezident Kais Said mamlakatning 2011 yil keyingi inqilob tizimini barbod qilganlikda ayblanmoqda. Xitoyning Tayvanga bostirib kirishi yaqinmi? Oxirgi tashrifidan so'ng qariyb 10 yil o'tib, AQSh prezidenti Donald Tramp Pekinda Xitoy raisi Si Szinpin bilan tarixiy sammitda uchrashib, dunyoning eng nozik nuqtalaridan biri bo'lgan Tayvan bo'yicha global savdo, texnologik raqobat va keskinlikning kuchayishiga bag'ishlangan. Xitoy Tayvanni o'z hududi deb da'vo qilmoqda. Qo'shma Shtatlar esa orolni harbiy yordam va kuchli diplomatik aloqalar bilan qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda. Ortada Osiyodan biriga aylangan mustahkam demokratiya. Ukrainaning eng yirik uchuvchisiz uchoqlarining Rossiyaga bergan zarbalari oqibatida kamida 4 kishi halok bo'ldi. Ukrainaning urush boshlanganidan beri Rossiyaga qarshi uyushtirgan eng yirik hujumlardan birida kamida 4 kishi, jumladan 3 nafari Moskva yaqinida halok bo'ldi. Rossiya mahalliy hokimiyati ma'lumotlariga ko'ra, Kiyev, Ukrainaning urush boshlanganidan buyon Rossiyaga qilgan tunda uyushtirgan eng yirik hujumlardan birida kamida 4 kishi halok bo'lgan, shu jumladan 3 nafari Moskva yaqinida. Mahalliy gubernator Andrey Vorobyevning so'zlariga ko'ra, Moskvaning shimoli-garbidagi Ximki shahridagi uyga uchuvchi samolyot urilgani oqibatida bir ayol halok bo'ldi. Poytaxtdan 10 km shimolda joylashgan Pogorelki qishlog'ida esa 2 erkak halok bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlardagi yangiliklarda Vorobyevning aytishicha, Ukraina dronlari ham noma'lum infratuzilma va bir nechta baland binolarga zarar yetkazgan. Moskvaning o'zida tungi ish tashlashda kamida 12 kishi, asosan, shahar neftni qayta ishlash zavodiga kiraverish yaqinida tan jarohati oldi, dedi meri Sergey Sobyanin. Sobyanin neftni qayta ishlash zavodining texnologiyasi buzilmaganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaasi bir kechada Moskvaga yo'l olgan 81 ta dronni urib tushirdi, deya xabar bermoqda. TASS davlat agentligi Sobyaninga tayanib, bu Moskva Ukrainaga to'liq miqyosli bosqinni fevral oyida boshlaganidan beri Rossiya poytaxtiga qilingan eng yirik hujumlardan biri hisoblanadi.